sizlarga hamso'rini qilib beraman. Mikrofon hozirda trendda bo'lyapti mikrofon. Bittasi yo'q. O'zim ishlatyapmiz chunki bittasini. Ovoz yozishiga, qanaqa ovoz yozishga o'zingizlar baho beringlar. Hozirgi olayotgan videomiz xuddi shu mikrofondan yozilyapti. Ichidan chiqargan komplektlar. Har xil stikkerlar bo'lar ekan. Mana bu stikkerlar bo'lar ekan. Tashmasam, yana ko'rsatamayman. Bunaqa kitoblari. Instruksiya. Qanday nima, qanaqa pakka qo'yish kerak, nima bo'ladi, shunaqa narsalar. Tak dalej narsa. Bu adashmasam kameralar uchun foydalanadigan narsa bo'lishi kerak. Kamera uchun. Keyin mana kichkina mikrofonni sarafandan olish boshqacha bo'ladi. Ixchamligi yaxshi, zo'r kichkina keladi. Yo'q, mana stikkerlar bor ekan. Misol uchun bu logotif, o'zi logotif yozsangiz ham bo'lar ekan bunga yoki bunaqa har xil logotif yopishtirib qo'ysangiz bo'lar ekan. Azbani qo'yib qo'ysa yarashadi, kommentariyada yozib ketinglar. iPhone uchun iPhone Lightning, Type-C Lightning bo'lar ekan, Type-C ham bo'ladi iPhone. Biz Type-C dan hozir foydalanyapmiz. iPhone 16 Pro'da video olyapti hozir. Yana damjini bilan chiqaman. Oh. Qopcha. Qanaqa idishi ham boshqacha bir необычный. Menimcha bu zararchi kabel bo'lsa kerak. Ham qistirib qo'yadigan ekan. Telefonni qistirib qo'yadigan. Kabel original, yaxshi. Mana bunisi bilmasam, mana bunga suqiladi. Keyin buni buyog'i kameraga, professional kamera bo'ladigan bo'lsa, kameraga suqiladi. Buncha shunaqa. Keyin bu adashmasam shu malinga shovqin joyda, nima deydi? Shabada, shamol, shovqin joyda adashmasam mashina shuni yo'q qo'yiladi. Zo'r bir xilda chetga ovoz yozadi. Buni ham bir tekshirib ko'ramiz, uni ham videosini qo'yamiz. Shu o'yini kameraga o'xshagan yana mikrofon yo'q, ha, bo'yniga iloladigan, ha. Bo'ldi, ko'rdingmi bunisini? Bunday qiladida. Masalan, bunday qilib bo'yniga ilolsa ham bo'ladi. Bo'ymoq qolsa ham. Magnit lekin moshni bo'lar ekan, lekin magnit tushashi zo'r. Moshni tushash. Joy qaytarib qo'yamiz. Hop, yana nima bor? Yana xuddi shunaqa qopchasi ham bitta bor ekan. Qanaqadir tuzmi, namlanishga qarshi. Aka, shu narsalar. Hammaga rahmat, obzor uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tabbusiyam zo'r. Akalar, ovoz yozishga o'zingizlar baho beringlar. Qalay? Yaxshimi ovoz yozishni, xudo xolasa bundan keyin yaxshi, arzon telefonlar qo'yishda davom etamiz. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lishni ham unutmanglar. Xudo xolasa yaxshi narsa ekan, lekin foydasi bilinyapti. Nima deysizlar? Ovoz yozishiga. Ha?